Navbatdagi Matizimiz Andijon Moshina bozorida mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Bardoy boshqacha sifatda ekan, MX ekan, Prostoy 4 ta yumshoq baloni bor. Mashinamiz chexollarini yangi kiydirib qo'yishibdi mana. Akalarimiz polilar bor. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. 125 ming kilometr yurgan ekan. Aka buni kraskasi qancha? Kraskasi bormi yo'qmi? Kraskadan shishida ketmaydi. Olgan joyi toza. Olgan yeri top-toza. 4 ta yumshoq balon, sakadiskasi bor ekan. Kaltagi yo'q, kraska hamma o'z joyida. Gazga benzin yuryapti. Gazga benzin yuryapti. Narx qancha ekan endi? 4000 deyapmiz aka. 4000, ozgina kam bor xudo xolasa. Kelishamiz. Nomeringizni aytib bersa? 32 332 3 94 94lik 3 9102 9102 ekan. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, mana shu mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Orqa oldi pechat ekan, ozgina kraskasi bor. MX Prostoy 4 ta yumshoq balon, sakadiskalari bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, xarid qilsanglar bo'ladi. Matiz olaman degan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.